بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته hurmatli Qur'on muxlislari Qur'on o'qishni o'rganamiz deb nomlangan navbatdagi tajvid darsimizni davom ettiramiz. Bugun biz sizlar bilan Voqea surasini kelgan joyimizdan, ya'ni 81-oyatidan oxirigacha bo'lgan qismini o'tishga harakat qilamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أفبهذا الحديث أنتم مدهنون Bu joyda eng ko'p uchraydigan kamchilik afabihazal yumshoq emas ha bo'lib qoladi. Al hadisi degan lam qalqala bo'lib qolishi mumkin. Afabihazal hadisi emas, afabihazal hadisi antum. Bu joyda ixfoni idom g'unnali idom mislaynni ushlaymiz. Antum mudhinun. Mana bu joyda yuqoridagi darslarimizda ham ko'p aytganmiz. Ko'p uchraydigan kamchilik nun bo'lib burunga o'tib ketishligi. Chunki oldingi nun ham g'unnali, keyingi nun ham g'unnali, orasidagi vav g'unnasiz. Mudhinun. Ayni paytda dalni qalqala qilish kerak. Mudhinun bo'lib qolmasligi kerak yoki muduhinun bo'lib zammaga ham moyil bo'lmasligi kerak. Mudhinun. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وتجعلون بمسن واديمس وتجعلون جيم قلقلاسه رزقكم bu joyda zana rahovasi kerakli darajada sirg'almay qolishi mumkin yoki zimiz jarangi yo'qolib sin bo'lib qolishi mumkin. Rizqakum ayniqsa tez o'qiydiganlarimizda bo'lib qoladi. Va taj'aluna rizqakum bo'lib qoladi. Rizqakum riz bo'lish kerak.
رزقكم أنكم تكذبون. buyog'i oson, tukaddibun bo'lmasin, tukazzibun bo'ladi. فلولا إذا بلغت الحلقوم. فلولا وودا رخوا بار فلولا bo'lsa bo'lmaydi. La falawla da mad munfasil bor. Yuqorida qancha cho'zib kelayotgan bo'lsak, bir xil ketish kerak. Iza balaghatil hulqum. Ikkala sukunli lam qalqala bo'lib qolishidan ehtiyot bo'lamiz. Wa antum hina izin tanzurun. Wa antum bo'lib qolmasin, hamzaga hushyor bo'lamiz. Hina izinda demak bu joyda ham hamzani qattiqroq aytish kerak. Ixfo ingichka, zindagi ixfo tga yo'liqqancha ingichka, tanzurundagi yo'g'on. Mana shunga e'tibor beramiz. Ingichka ixfodan keyin tanzurun bo'lib qoladi. Ayrimlarimizda tan emas, tan og'iz to'lib voda tayyor turish kerak. Lekin yo'g'on qilaman deb tanzurun bo'lmasin. Ta ingichka, ixfosi yo'g'on. Tanzurun. Va bu joyda yana uchraydigan kamchilik vo. Yuqorida ko'p aytamiz, shu bo bilan aralashib qolishi mumkin. Tanzurun bo'lib yoki tanzurun bo'lib tilimiz orqada qolib ketishi mumkin. Tanzu tilimizning uchi yuqori tishlarimizning uchi bilan birgalikda chiqadi. Zu tanzurun. Ozgina sirg'alish kerak. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Va bo'lmaydi, va deymiz. Nahnu. Hni ozgina sirg'altiramiz. Nahnu bo'lib nun idg'om bo'lib qolmasligi kerak. Nahnu aqrabu emas, nahnu aqrabu. Xo'p, aqrabu qofni qalqala qilamiz. Yo'g'on qilib zammaga moyil bo'lmasin. Aqrabu bo'lib aqrabu ilayhi minkum. Bu joyda minkum valakinla bo'lib yuqorida ham aytganmiz. Kulli mim wow yoki fa ga yo'liqqanda mimni yaxshilab bildirib, keyin vni bildirish kerak. Labimiz yummasak, vowga ixfo bo'lib qolishi mumkin. Minkum wala bo'lib qoladi. Shuning uchun minkum wala minkum mimni yaxshilab bildirib, labimiz yumib, keyin vowga minkum walakil. Mana shunday aytamiz. Walakin la tubsirun. Bu kabi kalima yuqori darslarimizda ham o'tgan edi. Yana bir bor eslatamiz. Ba qalqalasi ingichka bo'ladi. Tubi. Undan keyin sodi yo'g'on kelayotganligi uchun yo'g'onlik urib ketishi mumkin baga ham. Tubsirun bo'lib, shunga e'tibor beramiz. Tubi ingichka. Lekin buni ingichka qilganimizdan so'ng sod ham si bo'lib qolish ehtimol. Tubsirun. Shuni ajratib olamiz. Ba ingichka, sod yo'g'on. La tubsirun. Falawla in kuntum ghayra madinin. Falawla o'tdik, vovni sirg'altiramiz. La da mad munfasil bor bu joyda ham. In kuntum ixfolarga e'tibor beramiz. G'ayro madinin bo'lmasin, yada sirg'alish bor. G'ayro madinin. Mana bu joyda ham madinin bo'lib bunga ketmasin. Madinin ovozdan chiqaramiz. Tarji'unaha in kuntum sodiqin. Xo'p, bu joyda eng ko'p kamchilik uchraydi. Tarji'unaha. Ta ingichka, ra ham ingichka bo'lib qolishi mumkin. Tarji'u emas, tar. Undan tashqari qalqala bo'lib qolishi mumkin. Tarji'unaha, taru emas, tar. Sukun qilamiz. Tarji'u.
tarji'unaha da ham mad munfasil bor. Bir xil ketish kerak yuqoridagilar bilan. In kuntum aytdik. Sodiqinda ko'pincha shu dal va qof yo'g'on bo'lib qoladi. Sodiqin, diqin emas, di kasrasi ingichka bo'lib bilinishi kerak. Sodni yo'g'oni urmasin. Sodiqin. Qof ham ayrimlarda qoy bo'lib qolishi mumkin. Sodiqin. Qoy emas, qi oddiy. Qin. فأما إن كان من المقربين فما bo'lib qolishi mumkin. Famma, faamma hamzani bildiramiz va bu joyda ham mad munfasil bor. Yuqoridagilar bilan bir xil bo'lsin. Faamma in kana mimni ham tashdidli bo'lganda ushlab turamiz. Faamma in kana bo'lib qolmasin. Minal muqarrabin bu joyda lam qalqali bo'lib qolishi mumkin. Minali bo'lib. Ayrimlarda endi muqarrabin ham bo'lib qolishi mumkin. Muqarrabin qof a bo'lib ingichka emas, o qilib yo'g'on qilamiz. Minal muqarrabin. Muqarrab degan so'z o'zimizni ona tilimizda ham bo'lganligi uchun shunga ketib qolib muqarrabin bo'lib qolishi mumkin. Uchrab turadi shunaqa, lekin yo'g'on qilamiz. Minal muqarrabin. Farawhun va rayhanun va jannatu na'im. Farawhun bu joyda ham vovda rahova bor, ya'ni sirg'altiramiz. Farawhun bo'lmaydi, farawhun. Faraw bir bas sirg'altirib olib keyin hayga o'tamiz. Farawhun ushlab turamiz. Bu joyda g'unnali idg'omni farawhun va ray yana ham sirg'altirib olamiz. Va rayhanu bu joyda ham g'unnali idg'om. G'unnaliga urg'u beryapmiz. Nimaga? Chunki farawhu va rayhanu bo'lib g'unnasiz ko'p uchraydi. Idg'om qilamiz, lekin g'unnasiz bo'lib qoladi. Farawhu emas, farawhu burundan chiqadi. Va rayhanu emas, va rayhanu burundan chiqadi. Va jannatu na'im. Nunni ushlab turamiz. Bu joyda ko'rinishi ko'plik shaklda yozilgan. Shuning uchun ayrimlarimiz va jannatu na'im deb cho'zib yuborishi mumkin. Bu joyda nun cho'zilmaydi. Va jannatu na'im deb o'qiymiz. Ayrimlar va jannatun na'im bo'lib bu yoqqa ham urib yuboradi. Bu joyga e'tibor beramiz. Va jannatu na'im cho'zilmaydi va o'zidan keyingiga ulanmaydi. Va amma in kana min ashabil yamin. Vamma bo'lib qolishi mumkin. Va amma hamzani bildiramiz, mimni ushlaymiz tashdidli va undan keyingi mad munfasil. Cho'zamiz bir xil qilib. In kana min ashabil bo'lib qolishi mumkin. Mina bo'lib qalqala ham bo'lib qolishi mumkin. Min deb aytamiz. Ashabil ayrimlarda ashabil bo'lib qoladi. Sobni yo'g'on qilaman deb qalqala qilib qo'yadi. Sirg'altirib sukunini bildirib o'tamiz. Min ashabil bu joyda ham al-yamin degan lam qalqali bo'lib qolish ehtimol. Min ashabil yamin bo'lib qolishi mumkin. Min ashabil yamin. Ayni paytda sobni yo'g'on qilaman deb ashob ham bo'lib qolishi mumkin. A ham, ha ham o bo'lib yo'g'on bo'lib qolish ehtimol. Ashabil uchrab turadi. A bilan ha ingichka, sobni o'zi yo'g'on. Fasalamul laka min ashabil yamin. Hop, fasalamul laka onson min ashabil yamin. Hozirgina o'tdik.
وأما إن كان من المكذبين الضالين. وأما bo'lmasini yuqorida aytdik. وأما ushlaymiz, hamzani bildiramiz, mad munfasilni cho'zamiz. In kana minal bo'lib lam qalqala bo'lib qolishi mumkin. Minal mukazzibinda zi mukaddibina dal bo'lib qolishi mumkin. Ad-dollinda yuqorida kelgan bunday kalima. Demak, dotni bildiramiz. Minaz-zollin bo'lib qolmasin, zollin yoki d bo'lib qolsa, minad-dollin bo'lib, valad-dollinda ham o'tganmiz buni. Va mad lozim. Nafasimiz yetmasa linni kam cho'zsak bo'ladi, lekin dotni kam cho'zib bo'lmaydi. Mad lozim, dol old harakat cho'ziladi. Lin 2 4 6 joiz. Biz 4 cho'zib kelyapmiz. Shuning uchun bu joyda ham linni 4 harakat cho'zamiz. Fanuzulum min hamim. Fanuzu zda labimiz zalli mahrajida turishi kerak. Fanuzulu zu bo'lib qolishi mumkin. Labimiz zammada qolib ketgani sababli. Fanuzulum mana shunday. Fanuzulum. Fanuzulum ayrimlarda harakati ixtilos bo'lishi mumkin, ya'ni to'la chiqmay qolishi mumkin. Unga ham e'tibor beramiz. Fanuzulum min hamim. Qani fanuzulum emas. Fanuzulum harakatlar. Fanuzulum min hamim. Bu joyda endi mina nun qalqala bo'lib qolmasin. Hamimda mim g'unnali, undan keyin mim g'unnali, orasidagi y, ya'ni mad harfi g'unnasiz bo'lishi kerak. Hamim bo'lmasin. Hamim emas. Burunga ketib qolyapti. Hamim. Mana shunday og'izdan. Hamim. Wa tasliyatu jahim. Xo'p, va bo'lmasin. Bu joyda sobni sirg'altiramiz va yo'g'onligini bildiramiz. Yo'g'on qilaman deb va tasliyatu bo'lib qoladi ayrimlarda. Tasliyatu emas, ta ingichka. Lekin ta'ni ingichka qilaman deb tasliyatu bo'lmasin. Tas ta ingichka, sod yo'g'on. Tas va tasliyatu jahim. Yo'g'on son. Inna hadha lahuwa haqqul yaqin. Inna ushab turamiz. Hadha ko'p o'tgan. Lahuval haqqul bo'lib qoladi ayrimlarda. Lahuwa haqqul yaqin. Haqqul al yaqinda lam qalqala bo'lib qolishi mumkin. Haqqul yaqin. Bu joyda ham yaqin bor, burunga ketib qolmasin. Fasabbih bismi robbikal azim. Fasabbih yana qaytarib o'tamiz. B ko'p bo'lib qoladi. Fasabbih emas, fasabbih. Fasabbih bismi bo'lmasin. Fasabbih bismi. Hana azgina sirg'altiramiz. Fasabbih bismi robbikal. Sinda ham raxova bor, ha bilan bir xil chiqadi. Bismi bo'lib mim idg'om bo'lib qolmasin. Bismi robbika emas. Bismi robbikal. Robbikal bo'lmasin. Robbikal al-azim. O'tgan darsda ham aytgan edik buni. Sadaqallohul azimda ham, subhana robbiyal azimda ham shu kalima yaxshilab o'zlashtirib olishimiz kerak. Lam qalqala bo'lmaydi va azida tilimizni uchi bilan tishimizni uchidan yuqori tishimizni zi azim bo'lib qolmasin. Azim dot bo'lmaydi. Zi lekin yo'g'on. Azi bo'lib dalning zali ham bo'lib qolmasin. Mahraji bitta, lekin bunda yo'g'onlik bor. Yo'g'on qilaman deb azim bo'lib qolmasin. Robbikal azim. Ana shunday aytamiz. Sadaqallohul azim da ham xuddi shu qoida. O'rni kelganda aytib qo'yamiz. Ayrimlarda sadaqallohda
Sodaqo bo'lib, sodig'on, qofig'on, sadaqallohu bo'lib qolishi mumkin. Sodaqo bo'lib, dal ingichka bo'ladi. Sadaqallohul azim. Xuddi mana shu kalima. Demak, bugungi darsimiz shundan iborat. Qolgan mulohazalarimizni tinglash jarayonida bildirishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Namangandan Nodira. Boshlayvering. A'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العلي العظيم. Mashallah. Yaxshi, harflaringiz hammasi yaxshi, bitta h dan boshqa. Hammasi joyida, ko'z tegmasin. O'sha h-ni harakatingiz bor, lekin bir joylarda chiqib qolyapti, lekin ba'zi joylarda chiqmay qolyapti. O'shani mashq qilasiz. Masalan, o'sha boshdagi oyatda afa bihazal hadisida sal hadisi bo'lib chiqdi. Qattiqroqmi? Yumshoq bo'lib chiqdi-da, h chiqish kerak. Yumshoq. Hadis. Hulqum. Masalan, falawla iza balagatil hulqum deyinchi. فلولا إذا بلغت الحلقوم. Yaxshi, hozir sal yaqinlashdi. Balagatil faqat. Undan keyingisini o'qing. Va antum وأنتم حينئذ تنظرون. Yaxshi, mana endi ancha yaqin keldi. Farawhun va rayhanun, jahim, hamim. Shularda ham e'tibor berib qo'yasiz. O'zi chiqar ekan harakat qilsangiz. Yaxshi, keyin oxirida bitta qarang. Inna hadha lahu haqqul yaqinda yaqi deb qofni yo'g'on aytdingiz, yo'g'onligi ketadi buni. Aytingchi haqqul yaqin deyinchi. Haqqul yaqin. Qani yaqin deyapsiz. Yaqin, oddiy yaqin. Haqqul yaqin. Yaxshi. Haqqul yaqin. Ha, yaxshi. Qolganlar joyida, Alloh taolo bundan ham ziyoda qilsin. Rahmat kattasi. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshkentdan Shofida.
boshlayvering. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Yashin. Davomgidek juda ham yaxshi. Ikkita oyatni bitta o'qiysiz, qani. Va amma in kana minal mukazzibin. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. Bo'ladi. Yaxshi. Dollinda sal harakat ko'payib ketdi. 7 harakat, 8 harakatga yaqin bo'lib ketib qoldi-da. Shun ozgina kamaytirasiz, ko'p emas. Keyin fanuzulum min hamimda birinchi o'qiganingizda hamima bo'lib mim oxiridagi mim qarqala o'qib qoluvdi. Keyingisida yaxshi to'g'ri o'qidingiz. Shuning uchun qaytarib turdim. Hammasi joyida, ko'z tegmasin. Alloh taolo bundan ham joy qilsin. Rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ustoz, Jizzaxdan Shahnozaman. Boshlayvering. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم
وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. Judayam yaxshi. Ko'z tegmasin. 89-oyatni bitta o'qib oling-da, 89. فروح وريحان وجنة نعيم. Yaxshi, bitta shu joyda hays chiqmayapti. Qarang, va royhanda juda yaxshi chiqyapti. Farohun din, farohun bo'lib qolyapti. فروح وريحان. Yaxshi, ya'ni endi o'xshadi. Qolgan hammasi joyida. Alloh taolo ziyoda qilsin. Rahmat ustoz, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Demak, bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.